Assalomu alaykum. Yana bir obyektimiz Bag'at Lelindagi joyimiz. Shopli variantda bo'ldi bu. Gepkikaning 1 kvadrat metri 65 ming so'mdan bo'ladi. Shopli bo'lgani uchun. Navist ustilar ham bosilgan. Zakazlar olib turibmiz. Xudo xolasa aytaverasizlar. Necha svetda bo'lsam qilib beramiz. Shopli, shopsiz variantimiz 60 ming so'mdan, shopli bo'lgani 65 ming so'mdan bo'ladi. Lekin shunday chiroyli, ajoyib boshqacha bo'lib turadi. Mana taki aksi bor edi, qirib, tushirib tashlab, qaytadan suvab, yog'ishtirildi. Ustalarimiz 55-60 yog'ishtirib turibdilar, shopli bo'lgani uchun. Yana shoplar ham tig'ilgan. Devorlar chiqsa yo'q, почти. Shuning uchun qimmatroq ishlanadi. Benda plasmas uvalib qo'yish kerak. Shunda mustahkam bo'lib turadi. Like bosib, podpiska olib qo'yasizlar. Xudo xolasa, biz turgan obyektlarimiz ko'p. Endi buyog'ini reklama qilib boraveramiz. Qilib bergan ishlarimizni. Xudo xolasa, yana shoplari ideal kelgan hamma yerni. Patolog tunika, bellardan ugalok qo'yish kerak, shunda mustahkam bo'ladi. Xudo xolasa, endi suv so'yib, yutib tursalar bo'ldi. Shopli bo'lsa, shoplari to'shli, chiroyli bo'lib ko'rinib, ko'zga tashab turadi. Zakazlar olib turibmiz, xudo xolasa, aytaverasizlar. Sokol kafel. Like bosib, podpiska olib qo'yasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 460 0022, Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar, qilib beramiz. Har xil ko'rinishda, har xil fasonda bo'ladi. Xohlasangiz shopli, shopsiz, shopli bo'lsa, yana devor tep-tekis. Уже bir endi ochiqcha yo'q. Chiroyli bo'lib turadi, mustahkamligi 100% bo'ladi bunday bo'lsa. Chunki ochiqcha yo'q, birov kelib qo'parib ololmaydi. Shuning hisobiga shunday zakazlar bo'lsa aytaverasiz.